Bak, 4-chi kuyovim. 4-inchisi emas, birinchisi. Eng ulug'i, eng suluvi. Safarni-ku ko'rdik. Malades. Ertalabdan beri yaxshi xizmat qilyapti. Albatta malades. Xizmat qiladi, xizmat qilganni menga minnat qiladi. Nima? Talaslik qudalar kelib qoldi shekilli. To'qoyim bo'ylab aratsam. Yaxshimisizlar qudalar? To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Xush kelibsiz. Yana seni gapiryapman. Shunaqa. Siz zugaliz, mana siz zugaliz. Ona ota yaxshi kelib oldinglarmi? Qalaysan O'sinjon? Qanday keldinglar Talasdan? Qalaysiz? Yaxshi kelib qoldinglarmi? Siz qalaysiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Mana senga voqoy. Keling. Tijoliy военный texnika keldi. Hey, sen meni boya tepganmiding, ha? Bor yo'q. Ushlanib qoldinglarmi deyman. Ozgina kech keldinglar. Ha yo'g'a. Boshliqlar kechikishmaydi. Ushlanib qolishadi deyshadi-ku. Endi ushlanib qolganimizni sababi biz o'shni yaxshi restoranlarni qidirib yuraveribmiz. Keyin esimizga kelibdi, qarang. To'y uyda bo'layotgan bo'lsa kerak deb. Bizning Talasda anchadan beri to'ylar restoranlarda bo'lyapti. Shapalloq, ko'rdingmi? O'sha Talasning bittagina ko'chasidagi bittagina restoranni aytyapsizmi? Uf, inangni nijdanchi bo'lib qoldi bu yog'i. Biz bo'lsa uyda o'tkaza qolaylik dedik. Xafa bo'lmasanglar. Agar xafa bo'lsak, Talasimizga ketib qolamiz-a? Onam kontrolda. Yo'lda charchab kelgan bo'lsanglar kerak. Choydan olinglar. Choyga qaranglar. Olaylik. Chin dildan aytyapsiz shekilli. Ana senga kontrolni shataq. Endi meni kimga tortgan deb o'ylaysan, ha?